Assalomu alaykum do'stlar barchaga. Hop, avtomobil Chevrolet Cobalt. Bunda bo'lgan muammo ABS'da именно shu nasosga ошибка yozib qoladi. Nasos nimasiga, motorchigiga jidkis tortib beradi bu. Shunga ошибка yozib qoladi. Endi bunga adashmasam bitta miya ham qo'yib ko'rishgan. Odatda ko'proq miyadan chiqadi. Miyani shu qora plastmassani o'rtasidan ikkita pin chiqadida, shunga ulanadi. Qisqa qilib aytganda shunaqa. Lekin elektrический sxemada motorchika отдельный питание keladi bitta. U питание предохранитель blokdan olinadi. Предохранитель blokka mana shu предохранительni o'sha именно motorchikaga ketadi. Qisqa qilib aytganda biz hozir buni yechib olganmiz. Bu yerda shu именно питаниесida shunaqa holat bor. Zvachkaga o'xshadi, lekin nimaligini bilmaymiz. Silikonoviy compound tok o'tmay qolgan degan taxmin bor. O'zi tozalab, yig'ib yurib ko'ramiz. Xudo xolsa rezultatini ham qo'yamiz do'stlar. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.